buqa boqishdan foyda bormi degan aytib ukalarga 1 yil oldin 12,5 millionga olingan ekan akalar. Hozir voy ba'zan nima bu janjal bo'lyapti. Siz berasiz. Bo'ldi. Bo'ldimi aka? Aka so'qat turkina haqqisizni bering. Necha so'rayapsiz aka? 22 million ash. 18,5 ga baraka bo'pti akalar. İşte savdosi bo'lyapti. Etdim. Bepul aka, lokatsiya Bexizorda akalar. Aka necha pulga savdo qilyapsiz? Aka bitta moshning narxi ayting obunachilarga. 20 million. Ana akalar aytdi 1.10ligini ham 21 million deya turadi. Bu 120lik mana. Assalomu alaykum, assalomu alaykum Allohga, Alloh obunachilar, YouTube chorva ishqibozlari. Bugun 30-yanvar hafta kuniga juma ulug' ayyom kun hammalarni juma ayyomlari bilan tabriklayman akalar. Bugun Farg'ona viloyati Quvasoy Bexizor mol bozoriga tashrif buyurganmiz akalar. Katta kichik buqalar narxidan boshlaymiz, xudo xolasa ko'rsatib. Videoni boshida akalar bittadan malol kelmasa like tugmasini bosib, obuna bo'lmay ko'rayotgan ko'kalar obuna bo'lib qo'yinglar. Like bosganlar qo'l dard ko'rmasin akalar. Bizga ozgina motivatsiya bo'ladi. Kommentda o'z fikrlarini yozib ketsalaring, narxlar balandladimi, pastladimi, hammasini yozib ketsalaring akalar. Bizga ozgina podдержка bo'lib turadi. Boshladik bo'lmasa. Akalar bugun bozorda bitta eng katta giganti bo'lib turibdi. Bitta buqamiz chiqqan. Bo'yini o'lchaganmizmi aka buni? 1.70. 1.70 ha. Rossiyskiy ha bular? Ha, satishgan. Chiqqan 1.70 deyapti bo'yini akalar. Yoshi qanaqa aka? 2 yashar. 2 yashar. Bu dehqonchilikmi aka bu? Mashalloh. Dehqonchilik ekan akalar. Mana boqilganini qarang. Boqqan ham baraka topsin, xudo xolasa. Narxi necha pul aka buni? 50 deyapmiz. 50. Baland qancha qildi bozor? 45. 45 million. Aka obunachilarga sir bo'lmasa, mashina qancha oldin olgansiz? Bilsa bo'ladimi? 1 yil bo'ldi. 1 yil bo'ldi. Aytalamizmi necha pul olganimizni? 1 yil oldin? 12,5 million. 12,5 million. Mashalloh. Mana akalar rezultat. Buqa boqishdan foyda bormi degan aytib ukalarga 1 yil oldin 12,5 millionga olingan ekan akalar. Hozir 50 million narx aytilyapti. 45 million tutdi bozor akalar. 50 million narx aytilyapti. 12 millionga 1 yil oldin olingan ekan. Jonim. Aka, serobmi bunaqalarda? Bor yana. Nomer qo'yaylikmi qiziqqanlarga? Mayli. Ayting. 97lik 97lik 955 955 4959. Akalar, bu sotilib ketsa xudo xolasa yana bor deyapti. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Dehqonchilikdan so'ragan ko'kalarga xudo xolasa serob ekan. Bozoringizni bersin. Ketdi akalar. Orqasidan ham ko'rsatib beraman. Qaranglar, kichkina ham olmaslik. Orqalarini ham ko'ringlar. Jonim sog' bo'ling. Ketdi, va shulardan boshlaymiz mana shu qatorda. Akalar, qo'lni chiroyli qilib ko'rsatib beramiz. Aka, kimlar ekan bu? Egasi yo'q. 58 bo'ldi. Qaysi? Qora bilan. Sotildimi yo bo'lyaptimi? 58 million bo'pti akalar, mana shu kalasi jupiga. Narx qilishyapti, 58 million berilmay turibdi. Bo'ylarini taxmin aytib ketaveramiz akalar. 120 fil usti. 58 millionga berilmay turibdi. Egalari yo'q aka. Ketdi. Voy, mana unisini qarang. Xudo xolasa tezda chiroyli qilib ko'rsatib beramiz. Aka, kimdan ekan bu? Bitta savdosi bo'lyapti. Aka, necha pulga bo'lyapti savdosi? 29. Qancha aytilyapti? 35 million. 35 milliondan aytilyapti akalar, 29 millionga savdo qilishyapti, berilmay turibdi. Savdolarni bo'lmaymiz. Orqalarini ham ko'rsatib beraman. Bo'ylar 120 pil usta buni. Aka, bu qizillar kimdan aka? Sizdan nechtasi aka? Uchalasi.
orqalarini olib beraylik sizlar. Uchalasi. O'ylab bir 20 plus to'pdan olasiz. Aka narxini necha qilyapsiz? Narxini 30dan 30dan. Bular dehqonchilikmi, tirikchilikmi? Tirikchilik. Tirikchilik. 30dan narx aytilyapti, 90 million uchalasi. Qancha qildi balandmi? Balandda qizilga 28 berdi. Qizilga 28. 26 yarim. Naringa Shvedga 28. Ha, 28, 26 yarim berdi. 30 milliondan 90 million narx aytilyapti. Bunaqalardan serobmi aka? Serop aka. Nomer qo'yib beraylikmi qiziqqanlarga? Beramiz. Ayting. 93. 93lik 700 700 62 67. 62 67. Qiziqqanlar akalar, bu sotilib ketsa, xudo xolasa yana bor ekan. Bemalol aloqaga chiqib, gasini qilib olaverasiz. Bozoringizni bersin aka. Ketdi. Menga. Tortganmisiz? Ko'rasiz. Bittami bu? Aka kimdan ekan bular? Ben foyda qilardim. Sizlardanmi? 60 kilodan ziyod. Ikkalasi? Mana shuni olsa. Menga nechi bu? Alarini qarang, moshnik. Shuni narxini so'raymiz akalar, bo'ylab 125 plyusda. Acha kurak buzganmi bu? Buzgan-a? Narxi necha pullar aka? 30,5 ga berilmayapti. Ha, qancha aytilgan? 35 aytilgan. 35 million narx aytilgan akalar. 30 million 500 mingga boribdi, savdosi berilgan yo'q. Aka bu dehqonchilikmi, tirikchilikmi? Dehqonchiligi. Yana bormi bunaqalar? Bitta xolos. Bozoringizni bersin aka. Salomat bo'ling. Aka bular kimlar ekan? Aka qaysinga savdo bo'lyapti? Shunga Kim savdo? Siz olyapsizmi aka? Necha pul qilyapsiz? 27 million qildi. 27 millionga berilmay turibdi. O'sha qo'lda aka bir qizdiraylik savdoni. Bering aka. 27 millionga berilmayapti. Bo'ylab 120 plus minusda. Molni ko'ringlar. İşte savdosi bo'lyapti. Etdi. Ha, ulayam tayyor aka. Qancha aytgan aka o'zi? 30 million berdi yarim. 30 million so'rayapti. Akamiz 27 millionga savdo qilyapti. Nasib qilsa barakasini ko'ramiz. Acha bular kimdan aka? Sizdanmi aka? Ba'zi savdosi bo'lyapti. Necha pulga bo'lyapti? Mana unga qoraga. Qoraga 26 million. Qancha so'rayapti endi u? 30 million. 30 million kami bor narx aytilyapti. 26 millionga savdosi bo'lib turibdi. Bo'ylab 30 plyusda. Savdosini bo'lmaymiz, tez-tez yuraveramiz akalar. Barakasini bersin savdolar. Voy, bag'da nima bu janjal bo'lyapti? Voy aka qaysini savdo qilyapsiz? Bu akam o. Necha pulga chiqdi? 23,5 million. 23,5 millionga savdosi bo'lib turibdi akalar. Hozir ham ko'rsatamiz mana. O'ylab 120 plus minusda. Qancha narx aytilyapti? 27 million diyor. 27 million. Oling 25 ming qimmat olmaydi. Mana shekilli savdosi akalar. O patta talashildi-da. 23,5 ming so'm, 23,5 millionga akalar savdosi bo'lyapti. Patta talashib savdo bo'lmadi, bitmadi. 25 ming 30 ming so'm pul talashib. Shirin joyida shu. Savdolash sunnat. Ketdi akalar. Aka charchamayapsizmi? Solingiz yaxshimi? Aka mol olib chiqdingmi?
Bular kimdan aka? Sizdanmi bular? Mana shu kelgan. Ha, savdo bo'lyaptimi? Qattiqroq silting bo'lmasa bu qizdiraylik savdoni. Endi sovuqni kunida hali aka so'qatdim kena qattiqsizdim meni. Necha pul so'rayapsiz aka? 22 million mana shu bittasini. Aytilayotgani qancha ekan? Aytilgani yo'q, aytganlari ham. Aytgan yo'q. 22 million so'rab savdo qilyapti mana akalar. Mashina. O'ylari bir 15 plyusda. 22 millionga. Bu savdosi bo'lib turibdi. Mollar jala aylantirib ko'rsatib berishdi, iloji yo'q, ko'rib turibsizlar. Galat yema. Nasib barakasini ko'ramiz. Bozorlarni bersin aka. Aka necha pul bo'ldi? 18,5 ga baraka bo'pti akalar. Bu 10 plyusda bo'ylar. Shularni olib beraylikmi? Bo'ylari ham bir xil degan. 10 plyusda xudo xolasa. 10 plus minus deylik. Aka, yosh qanaqa bo'ladi? Bo'zay, tushib bizmagan. Narxi necha pul? 20dan. 20 dan kami bor. 80 million to'ralasiga. Kami bor. Necha pul qildi aka bozor? 17,5 dan. 17,5 dan savdosi bo'pti akalar, berilmabdi. 20 dan narx aytyapti. Shuraya buzmagan bo'zinglar. Aka, bular dehqonchilikmi, tirikchilikmi? Tirikchiligi. Ko'p bo'ladi bunaqalarda? Bor aka. Nomer qo'yib beraylikmi qiziqqanlar? 90lik. 90lik. 834 834 83 83 93. 93. Qiziqqanlar bu baraka bo'lib ketsa, xudo xolasa telefon qilaverasizlar. Yana bor ekan. Bemalol. Mana bor. Joy keng bo'lsa kerak, iloji boricha aylantirib ko'rsatib beraman. Tor joylarda to'g'ri tushunasizlar. Bozoringizni bersin aka. Voy, mana ularni qarang, Grenfordlar. Olmaymi? Ha? Aka, narxini ham aytib qo'ymaymizmi? Narxini ham aytib qo'ying. 22 dan kami bor. Bo'ldi, olmayman. Videoga olish xohlashmadi Grenford. 22 dan kami bor degan. Ko'ringlar bunisini ham. Bir 10 plus minus deylik bo'ylarni. Qo'y aka, necha puldan aytyapsiz? 19 million 200 ming qancha aytilgan? 21 kami bor. 21 kami bor narx aytilgan. Aytalar 19 million 200 ming qilishyapti ekan bozor. Dehqonchilikmi aka, tirikchilikmi? Dehqonchilik. Aka, bormasdan dehqonchiliklardan yana. Bitta xolosmi? Yo'y. Talabda qarang. Bozoringizni bersin. Gaz uzunidan akalar. Aka, necha pullar aytyapsiz bunga? 21 million kami bor aka. Qancha qildi bozor? Endi ushadi aka. O'zi mayda bo'lsa sotib endi. 21 million kami bor narx aytyapti. Buni ham o'ylar rashtaqa bir 10 plus minusda. Aka, bular tirikchilikmi? Tirikchilik aka, olyapmiz. Ko'pmi bunaqalardan? Bor aka. Nomer qo'yib beraylikmi qiziqqanlar? Ayting. 91lik. 882 882 77 67. 77 67. Qiziqqanlar bemalol aloqaga chiqaverasizlar akalar. Bu sotilib ketsa, xudo xolasa yana serob aka. Bozoringizni bersin. Kattalaridan ham bor aka. Avval olib chiqamiz. Xudo xolasa olib chiqmaysiz aka, sotilib ketadi bu. Bozoringizni bersin. Ketdi joydan. Ayta nima to'palang qilyapti bular? Mana jim turmaganini qara. Chiqib ketdi mana. Jim turmaydiganidan bu aka necha puldan aytyapsiz bularga? Bekor. Bepul aka, lokatsiya Behizorda akalar.
Biri 5 fil istaydi deymiz bo'ylarni akalar. Yoshlaridan. Aka bular dehqonchilikmi? Oma charchatib yoribdi, oma. Qancha qildi bozor? Kichkinasini 16 ga so'raydi, ikkitasini 37 ga so'raydi. Ikkitasini 37 ga so'raydi. Aytilayotgan narxi 20 milliondan deganmizmi aka? 20 milliondan narx aytilgan. Akani oma charchatib yoribdi akalar. Ko'pmi bunaqalardan aka? Nomer qo'yib beraylikmi qiziqqanlarga? Hali qo'yib ber. Ayting. 91lik. 671 671 0001 ha? Qiziqqanlar bemalol aloqa ketdim. Bemalol aloqaga chiqarasizlar akalar. Xudo xolasa. Ketdi shu bozor. Voy, banda ham nima savdosi bo'lyapti? O'sha 100 ming. Voy aka, nech pul qilyapsiz? Boshqa molda deydi, menimcha videoga olishimizni xohlashman. Nima deymiz endi, iloji yo'q. Voy, mana uni qaranglar. Buru 5 fil usta bo'ylar. Oq boshini. Aka, nech puldan aytyapsiz unga, do'stim? Ve sizni olmayman. Tushganingiz yo'q, mol chiqyapti xolos mana. Xotirjam turavering mana. 21 aytishadi. 21? 18 ga bermadi. 18 ga berilmabdi akalar. 21 million narx aytyapti. Sizni umuman olmayman, qo'rqmang. Orqalarini ko'ringlar. Bular tirikchilikmi, dehqonchilikmi? Dehqonchilik. Ko'pmi bunaqalar? Ha, bo'ldi. Bozoringizni bersin, do'st. Sotildimi bu aka? Endi xudo xolasa. Juda chiroylidan ekan-ku, ha? Sifatni qaranglar. Go'zal. Bo'ylari bir 20 deyoramiz, ha? Bir 20 da bo'ylar. Aka bitta moshni narxi ayting, obunachilarga. 20 million. Ana, aytdi, bir 10ligini ham 21 million deya turadi. Bu 20 lik mana. 20 millionni yana o'tib beraman deyapti. Ko'pmi bunaqalardan aka? Bor. Ashnaqa go'zal narxi berasizmi bozordan arzon qilib? Hali uydan keldim desa mana shu molni yana 20 milliondan ham boshqa narx aytaman. Ha, yana kami bor. Yana kam. Ha, joni sog' bo'lsin. Maqsadi olishni telefon qilaversin. Nomerni ayting. 99 lik. 359 49 59. Akalar, mol lekin o'zlaringiz ko'rib turibsizlar. Bundan oldingi mollar qo'yganmiz, narxiga e'tibor berib. Xotirjam olaverasizlar, mol juda go'zal ekan. Sifati. Gazi ham uzunidan mana. 20 million kami bor narxi. Bozoringizni bersin aka. Bitta ham savdosi bo'ldi. Aka, nech pulga savdo qilyapsiz? 25 million. Jupiga qancha aytilgan aka? 34. Sizdanmi mol yo boyaqishi? Ha, savdo qilyapsiz. O'sha ham qo'lda aka silkiting, qizdiraylik bozorda. 34 millionga savdo qilyapti ekanmiz akalar, bo'ylari 1 ga yaqin. Uyi. Bo'ylari 1 ga yaqin, 1 minusda. Nasib barakasini ko'ramiz. Savdolarni bo'lmaylik akalar, ketdik. Biri 10 plus minusda bo'ylari akalar. Ko'ringlar orqalarini. Oq qizil aralashdi. Aji kimdan ekan bu? Qondan qo'yib olib ketamiz, xudo xohlasa. Ha, oldingizmi? Yo'q, endi. Ha, nech pul bo'ldi deyapti? 19,5 bermayapti. 19,5 ga bermayapti. Mana akalar, ko'ringlar. Hozir 120 lik, 20 million kam bor deyapti. Buni 19,5 ga bermayapti.
Molda lekin narigi bundan ko'ra eti yaxshiroq edi shekilli. Men o'ylashim bo'yicha. Yana yozinglar kommentda akalar. Bunisini ham ko'ringlar. Turi 25 plus minusda bo'ylar. Acha qaysinga savdo bo'lyapti? Bungami? Ha, nech? 9,5 ga bermayapman. 19,5 ga. Mashina shetda savdosi bo'lyapti. Qanchalar 19,5 ga berilmayapti. Qancha narx aytgansiz boyata? 25. 25 narx aytilgan ekan. 19,5 ga savdosi bo'lib turib berilmayapti. Nasib qilsa barakasini ko'ramiz. Buni ko'rsatyaptimi akalar? Kimlar aka bu? Egasi kim ekan buni? Sotildimi? 32 gami? 32 ga sotilibdi akalar bu. Oyanga sotganga barakasini bersin. Ha, boqqanga ham xudo xolasa. 32 millionga bob barakalar. Ketdik. Oy, ba'da ham savdo. Qaysini savdo qilishyapti? Ha, bu qorani savdo qilishyapti. Jala, o'ylab 5 plusda. Boyaga nech pul aytyapmiz? 16 milyon. 15 milyon oldu. 15 milyon 600 ga savdosi bo'lib turibdi. Berilgan yo'q. Ne qilib beramiz? Qancha narx aytganmiz aka? Ma'lum bersa, bersin. 250 ber. Mana insonga sot, mana ha. Chekini berasan. Qiyilma. 250 ming so'm. Yapma. O'sha 15 ham to'g'risi. Ey bola, 15 million 250 mingga ber Mahmud akamga. Hani o 15 yarım, 15 oldu. Hayır başkası otursun. Jalol sot. Jalol sot. 15 milyon 600 ga savdosi bo'lib turibdi. Çekile versin. 700 Spot savdosi akalar mashina. Oxirigacha ko'rsatib beraylik. Nima qilasiz? Ama name girdi gagam ama. Saat doza. Ya unda bo'lmaydi. Ne? 16 milyon 700 bin buldu. 15 milyon 15 milyon 700 ga. 100 ming raziysa bo'lyapti orada. 15 6 qilyapman ki. 100 qo'shib 7 qilib bering deyapti. Ben 15 6 deyapman. Bir talashmang. Neç pul o'tib beraman? 15 milyon 700 ga chiqdi savdosi. 20 milyon narx aytilgan menimcha akalar bunga. Yana 100 qo'shin deyapti. 600 qilsam 100 ming ishlar. Niye koymuşsunuz? Niye koymuşsunuz? Hop dayı hani şuşa gitkendi biri. 700 lira verdi. Yaptı eşli. 100 milyon. Ben bir de sorayım ben işte böyle konuk benim. Ahır sağ 15 milyon 700 bin saat 100 milyon oldu. Dursan mısınız? Aytkensiz satarsınız siz. Olacak ya. Götüreyim ben bitiresin onu götüreyim sırmaya yapma. Yaptırsın. 15 milyon 750 bin boldu başka toza da. Neç pul aytilgan ko'rding? 15 milyon 750 bin toza. Yeydi mi? Oldu var aka ben sattım. Ben sattım zaybal kılayım. Mazari işte olayım. 15 milyon 750 kilo ben çekini merak. Acaka zaybal kılayım. Kıyıldın da siz berası. Boldu. Bo'ldimi aka? Satıldı. 15 milyon? 15 milyon 750 mingga. Bosh rollarda akam o'zi. 15 milyon 750 mingga baraka bo'ldi. Oyanga sotgan barakasini bersin. Voy, ba'da ham savdo bo'lyapti. Qaysiga savdo bo'lyapti? Uchalasiga.
Ha, nargilarga. Boyaga necha pul qilyapsiz? O chekkadagilarda 27 milliondan qilyapsiz. Orqasidan ham olib beraylikmi? Ha, shuni 27 million qilyapti, berilgan yo'q aytganlar. O'ylab bir 20 plus minusda. Aka bunisigami? Unusigami? Uzr akalar, bunisiga ekan 27 million. Beryapti, berilgan yo'q aytdi. Aytdim bu buncha qimmat 27 million deb buni. Mana shunisiga ekan 27 million. Chekkada ega desa, bu 3 ta kattani orqasida ko'rinmagan ekan. Achalar kattalaridan kichkinalarigacha chiroyli qilib obzor qilib berdik. Yo'q aka. Va qaysiga savdo bo'lyapti aka? Necha pulga? 13 milyon 600. Bunisi? Ana onasi. Olasiz. 13 million 600 ga baraka bo'pti mana. Oyanga sotganga barakasini bersin akalar. Onajinimiz. Xudo xolasa ona bola sigir, bo'g'oz, qisir onajinlarni boshlaymiz akalar. Katta kichik buqalarni chiroyli qilib ko'rsatib berdik. Ulardan paddashga bittadan like bosib, obuna bo'lib qo'yasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.